Assalamu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, Yangirak 24 ning kuzatuvchilari. Bugun biza tuman hudud gazına geldik. Bu yerda hozir og'amizni o'zingiz tanishtirib bering. Qadamboy Atanazarov. Qadamboy Atanazarov. Qarang, endi sizlarning ish faoliyatlaringiz bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, sizlar o'zi elchichi faoliyatida bilan shug'ullanasiz ekan. Shuni to'liqroq, chuqurroq bir yondashib tushuntirib bersangiz. Hozir qizining kechinan hammasini ko'rsataman hozir. Yeni kredit imtiyozi jarayoni aprel oyidan ochildi. Mana. İşingizni shu etap qarang, bir yandan gaplashsak. Mesela Sayın Tuman Hudud Gaz İdarəsində Durquzal binasında bu binanı özünə, yəni idara özünə qaraşdırmışlar. Şunun qarşısında var. Şunun qarşısında, lekin qaraşdırmaz. Yo'q. Şunda emçici qaraşdırmaz, qarang. Yazmam ketdimi? Gördüm. Qarang, indi savollarimiz shundan. Əgər siz kimnidir xonadonuna boradigan bo'lsangiz, misol gazını təminatı üçün borib turib xizmat ko'rsatsangiz yine pul alınamı yoki bo'lmasa Xizmat ko'rsatilib, yilda 2 marta reviziya profilaktik ishlarni qilishingiz kerak. Har bir xonadonda girib ogohlantirib, priborlarni ko'rib, proyektlarni ko'rib, yilda 2 marta yilning boshida, yilning oxirida girib reviziya profilaktik ishlarni qilishingiz kerak. Bu aholini ham xavfsizlik uchun o'zi uchun yaxshi bu. Yoki xizmatlarni qilgandan keyin bizda hozir dastur orqali programma kiritiladi. Mana shu dasturga pribor sonini kirgandan keyin o'zini summasi chiqadi. narx-navolarni o'zingiz belgilab bermaysiz. Yo'q. Programmada chiqadi. Mesela bize belgilanmaydi. iki gözlü gaz plitani mesela xizmat ko'rsatadigan bo'lsangiz, Bundan narxi qancha chiqadi. taxminan? Endi hozir 400'deniki 66 mingcha so'm chiqadi. 400'den. 400'den. Xo'p, siz bilan akşam telefonlashdik. Akşam o'tgan kuni endi shunday voqea bo'ldi. Bolalaringiz borgan bir gaz plitani ko'rib berganlar. Rasmga tushirgan esa, ya'ni aytgan programmani kirishgani gaz plita bilan bu yon tarafda turgan отопление bo'lgan, kotel bo'lgan-da. Ikkisini kirgizib turibdilar, 171 ming so'm to'lov chiqarib turibdilar. Bu qanchalik to'g'ri? Bir plita, bir kotel 171 ming 766 so'm chiqadi. Shunday bo'lib Xizmat chiqadi. haqi. Shunda endi demak qarang. Sizlar xizmat ko'rsatsak pul olamiz dedingizlar. Bu yerda hech qanday xizmat ko'rsatilmagan. Bu nechik bo'ladi? Lekin qo'l qo'ydirilgan shartli ravishda 3 kun ichida agarda siz 171 ming so'mni to'lamasangiz gazingizni uzib qo'yiladi degan. Xizmat ko'rsatilganmi, ko'rsatilmayapti? Ko'rsatilmagan. Ko'rsatilmagan. Qarang, ko'rsatilgan, necha ko'rsatilgan. O'zlarida suyultirilgan balon gazlari bor, ya gaz balonlari. Shuna ulangan gaz plita bor. Endi u o'zlari ishlatadi, o'zlari solib kelib, o'zlari zapravka etadi. Ana shu gaz plitani uzatib berganlar, u uzatib ham ugar is chiqarib turibdi desalar, uzatganlardan ketganlar, lekin qarabsizki, uzatilmaydi. Bu gaz balonini suyultirilgan gazni ko'rishimiz kerak. Lekin gaz balon shu nega kiritilmagan? Yo'q, kiritilgan, yine az buna. Yo'q, tushundim. Ular programmaga kiritmagan. Shuni men size abonent nomerini aytaman. Shuni tekshirib berasiz. Xo'p, umumiy masala bo'yicha qarang, sizga savollarimiz ko'p endi bu yerda. O'zi tumanimizda bu elchilik faoliyat turi tozalash. Yana buni hozir suyultirilgan gazniki bu. Bu programmam bor. Xo'p, yaxshi. 171 ming so'm talab etib turibsizlar, lekin birdan gaz plitani uzatib 171 ming so'm talab etish bu ma'lum-ku. Bu yerga borib masalan aytib turibsiz o'zingiz, отопление, gaz plita deb turibsiz. Отопленияni ko'rmagan. Turboda o'tib turib tushgan gaz plitani tekshirib ko'rmagan. Faqat suyultirilgan gazni ko'rib turibdi-da, gaz baloniga gazni ko'rib turibdi-da, uzatdik biza deb qo'l qo'ydirib 171 ming so'm talab etib turibdi. Endi shuni akşam sho'rini ham tushuntirmadingizlar. Plitani ko'rdi dedingizlardan qatorli narsalarni mana tushuntirmadingizlar. Men boladan so'rab xizmat ko'rsatilmay olsa, yo'ytirib xizmat ko'rsattirib yani pulini aytiraman keyin. Xo'p, xizmat ko'rsatadi. Bu masalani ko'rsatilmagan bo'lsa, ikkimiz gaplashib qolamiz. Qarang, endi yana bir savolimiz bor. Sizlarning xizmat ko'rsatishlaringizda pul to'lash majburiymi yo ixtiyoriymi? Ya'ni masalan, uyma borsangizlar, yo'q, men kerak deydi mana xizmatlaringiz deb turib qaytarib berib bilamanmi? qaytarib berib bilasiz. Majburiy ravishda kelib Yo'q, 310-qarorda hammasi yozilgan. Siz qaytarib ham bilasiz. Masalan, hozir bizda yoki programmasam bor. Masalan, xonadonga kirizilmagandan keyin dasturga kirib ketamiz biz. Chaqirib o'zingiz ko'rsatasiz keyin.
Kaçanki nasaz holatda bo'ladi bo'lsa, Görsətes, chaqirib pul to'lab üzerimiz göstərmə. görsətes. Şunda bu ixtiyari demek şunda. Mecburi deyen yeri yok. Buna pulun töleş mecburiyen var. Pulun töleş. 319'u okup görsen sen mənəsi var. Hop mesela kanun görelim şu 319. sağlık kararı boyunca Buna 319'dan mesela taş atıp vermezsin. Özbekistan Respublikası Vəzirlər Məhkəməsinin 31.01.2024 yıl 319. sağlık kararı icrasını təminləş məqsədli istemalçılar məişi qaz cihazlarının texnik təftişdən ötkəziş profilaktik nəzarət tədbirlərini təşkil etiş həm də Respublika məişi qaz cihazları rüsumlu suallı qaz bilan bağlıq sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida quyidagi ko'rsatmalarga amal qilish belgilangan. Xo'p, quyidagi ko'rsatmalar maishiy iste'molchilarning majburiyatlari quyidagilardan iborat. Boshqa gazdan foydalanish uskunalari buyurtma asosida har yili bir marta gaz ta'minoti tashkil yoki tegishli vakolatli ega tashkilotlarni jalb etgan holda texnik tashkilotni o'tkazish ta'minlash. Qarang, endi bu yerda majburiy degan yeri yo'q. Bu bir. Ikkinchi, gazlashtirish LTH. LTH'sini o'yindi buning. Gazlashtirish loyihasi. LTH'ning saqlanishini ta'minlash hamda uni gaz ta'minoti tashkiloti va boshqa vakolatli davlat organlari vakillari talabi bilan taqdim etish. Gaz ta'minoti tashkiloti vaqtida xodimning 8:00 dan 20:00gacha gaz hisoblagichlarni ko'zdan kechirish, ichki gaz ta'minotlarini va gazdan foydalanish, uskuna texnik profilaktik xizmat ko'rsatish uchun qarashsizlik kelishga imkoniyat yaratish. Qarang, endi bu yerda majburiy degan yeri yo'q-da buni. Mecburi degan yeri yo'q-da. Xizmat ko'rsatilsa mecburi to'layman. Yo'q, xizmat ko'rsatilsa majburiy. Misol, Ko'rsatilsa. sizni xizmatingizdan men foydalansam majbur to'layman. To'layman. Agar sizni xizmatingizdan foydalanishdan men bosh tortsam ish bo'ladi. Başlatsanız bizlere yakın programması var. Şimdi başlatısına ötürenizden ana yakın hizmet gösterilen vakti üzerine çakrasla telefon çakrası var hizmet gösteriyor. Demek şunda mecburi emas, ixtiyoriy ravishda bo'ladi bu narsa ekan bu. Xo'p, demak. Bunu Shunda endi men bu yerga kelishimizdan maqsad qarang, MTZ faoliyat turingizni qonuniy yoki noqonuniyligini ko'rib, o'rganib, shu narsa bo'yicha xalqimizga ma'lumot berish maqsadida gapiribman. Avval endi bizada hammamiz bilamiz, endi ochiq gaplashaylik, keling. Avval bilamiz, mo'richalar degan bo'lar edi. Mo'richalar MTZ faoliyat turlarini ochadilardan, boradarlarda uydan o'zlari naqd pul olib turib, shu bilan yo'q u, o'zim yo'q, nomerim yo'q, tapılmıyor. yo'q. Hazır mı? Ava, men shu narsalarga qarshiman. Aynan shu narsa bo'yicha ekan deb men kelib turibman. Shu narsani xalqimiz ham e'tiborini chiqardi. Lekin oqshom gaplashdik, gaplashgan vaqtda tushuntirdilar. O'zim ham vaholanki kelib ko'rib turibman. Sizlarda demak shunda majburiy ixtiyoriy degan narsa bor, ya'ni ixtiyoriy ravishda to'lov qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Bunu ham yakın programmaya gireceğimden keyin abonentning o'zidan SMS boradi. Invoice rakam bilan xizmat ko'rsatgandan keyin ana shu borgan xodimi pul bermaydi. Bize pul olamiz. Invoice rakamına klikdanmi, paynitdanmi, yo'l o'tishlardan shuning ichida gazlarga kelib to'layman. Ana shu o'zi tumanimiz Yangi tumani bo'yicha nechadan xodimimiz bor sizda ishchilar? 7 hozir. 7. Shunda 7 bo'ladi bo'lsa, hammasida shu udostrini, hammasida udostrini ham bor. Instrumentlar ham bor. Xo'p, o'zi tuman bo'yicha hozir shu gaz ta'minotini xizmat ko'rsatish sizlardan boshqa MTZlar ham bormi yoki faqat bir yurtdi, MTZlar yurtdi yurib. Boshqalar ham bor demak shunda. Bor, ya'ni hozir biz Gulobodda ko'rdik, Qarmoshda ko'rdik, boshqa rayondan kelgan o'xshaydi ular. Hech kim tanimaydi, so'rasam tanimaydi, lekin boran nalari sho'ralarini hammasini danishtirib, prezidentlar berib yatırman. Xo'p, sizlarni bu xizmat ko'rsatishingizda kal markaz tashkil etildimi? Ya'ni sizlarni necha topsak bo'ladi? Masalan, men pul to'ladim. Meni gazim men ham ta'minlab pul tutdi. Sizlarni chaqirjaqman. Sizlarga necha murojaat etib, necha topsam bo'ladi? Bizani dispetcher xizmatine telefon so'rasanglar, hammaning telefon nomerimiz bor. Dispetcher xizmat nomeri necha? 62 38 56 104.
104'dən. Düzdür. Hop, şuna telefon uradı. 104'e vursanız da vilayet Vilayet. işleri. Vilayetten bağlanıyor. Adaşmasam bu adı aytgan 3856 104'ünüz o tümen hudud gazının Tümenniki. Damaşnisi. Namaşını. Şuna telefon ursak sen tap veremler. Tamam. Demek şuna düşünəli. 24 saat tap veradi. 24 saat. Hop, indi qarang, bir yana etapdan gitsek. Eğer sizin ballarınız Kanadana təşrif buyuradı, gaz şotçini görədi, keyin gaz məsələn plitəsi bolada olsa, yoki bolmasa nə bola katyol bolada olsa, şunu proqrammağa girizədi, üzü summası belgilənədi, çıxadı. Ana ki 2 nərsəyə xidmət görsətədi. Xidmət görsətkəndən keyin bunlara kvitansiya verədi. Yəni SMS paradı. SMS varadı. Pul alınmaz. Hop, şu pul to'lasin deyə SMS varadı. SMS paradı inoşsa rakam bilen. Keyin eğer pul to'lamasa gaz necha günün içinde o'chadi. Endi pul to'lamasa, az şunu programmaya girdiler. Hı hı. 3 gün 4 gün içinde gaz açar. Bu 3 gün 4 gün kim bilen şu mesele boyunca gaplashsak Gaz bo'ladi? vilayetde. 3 gün 4 günde Az yapsak pulni kısa müddet vilayette- tamam mı? Kısa müddet. kısa müddetli. Bu azı kimdedir şaraiti var, kimdedir şaraiti Yaz yok. bize de Halkına kim- bırak gerek tamam mı? 11. hissada 11. gelmesi tam 3 dekanda. Arap hizmet gözetil yani. Türetir, yapıp Şimdi karan bu 3-4 günün içinde öçədə tutsun müddetli kim təllidir? Endi kararmada onunla koyuladı. Yo ben aksam gepləşsəm 2 ay 1 ay xidmət göstərgənlərimiz hem yanıb tuttu deyənim oldu. Hele ularım yaptırdı. Şuna hele toluk programmaya girilmedi. Toluk azı işçi Fransa yetkisi Hı hı. ana yankı açtan destek olur da. Azı bakalım hele bunu üst buralar iken Aryan'ın girk yatağından üç tuttu. Hı. Hadi epeylerden başladık bu. Aslında banla üç tuttu. Hadi bu taze giriyerlere kalkıyoruz çünkü yatırmadı şimdi. Törünün müddetini geçe kaldırsanızla gaz tarmağının acaladı. Düşünəldim. Bilmesin çünkü yatırmadı bir yandan. Demək şunda bu nərsəni indi gördükümüz, öyrəndik. Bu qararlarla şöyle ekranda sizlərə qoyub ötəmən təssə. Hop, şunda sizlərin işləriniz kanuni, sizlər xidmət göstərsəniz də yenə fəqət pul to'laydilar. Xalqımız az qana düşüncə boldu. Yenə bir nərsəni düşündürüb ötəmiz. Halkın xavfsizlik için. Bizə də ya moruçular xalq tili bilan aytmaganda da moruçular deb aytardılar, baradılar, xidmət göstərmirlər, pul aladılar, şu bular yox. Dam dərək yox bunun. Onlardan girip gazçımız da proyektini koluna alıp projektini görüp bitti. Ulan gazçımız da revize pulu da bitti. Ularım. Aldı halk şundan narazı oldu. Hadi yine büyüne vekiller mahallesinde bir 15 hocalığa girdik. Hem mesela hizmet gösterip kranını, yağlar, plitelerini, rüşyelerini olanı yağlap verdik. Yani 15 kanadan nazı şimdi hizmet gösterdik. Barıp yankılarım projektini alıp revize pulu da kattılar. Halk anşından narazı. Düşünəldim. Hop, əgər kimdə şunday muammo bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomeri qo'yib o'tamiz. Aynan shu kal markazidagi telefon nomerlariga murojaat etsangizlar, kimda o'yinda shu gazdan yoki gaz plitadan, отоплениyadan, kranlardan muammo bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlari qo'yib o'tadi. O'zingiz telefon nomeringizni berasizmi? Veremem. Ayting aka. 77 056 83 01. Bemalol telefon urib turib, bog'lanib muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, 24 saat işlet duradi. va qolaversa, yana bir narsani eslatib o'taman. Agar sizda kimdir uyingizda shu sizni gaz filtringizni ko'rib beramiz, ustamiz yoki biza shunday faoliyat turindanmiz deb keladigan bo'lsa, agar sizda shubha uyg'onadigan bo'lsa, birinchi o'chakda telefon urib so'rashlari mumkin. Sizni xodimingizni yoki boshqa birovnikimi deb. Bemalol telefon urishlaringiz mumkin. Bargandan o da sinyasını gösterip soruyorlar. Sorafan tuttular. Yani köprü Shunda xalqimizga tushuncha beraylik, borib turib xodimlar hech qaysi pul talab etmaydi. Pul almıyor kolundan. Talep etmiyor. Almaydi. Yok. Tushunarli. Xullas Mayda rahmat, shunday gaplar. Biz hali bu mavzuga yana qaytamiz. Tushunmagan gaplaringiz bo'lsa kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldirasizlar.